Mana shunaqangi mashinalar, avtomobillar minish orzungiz bo'lganmi? Bor-a? Mana shu orzularni ushaltirib beradigan Dubayda bir akamiz bor ekan. Shu akani tanishtirmoqchiman. Menda ham bo'lgan bunaqa qitmir orzular. Aka, qandaysiz? Assalomu Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'ingiz yaxshimi? G'aroyib ishlar qilar ekansiz. Ha, endi yurtdoshlarimiz xizmatida. Qayerliksiz o'zi asli? Biz Samarqanddanmiz. Samarqanddan. Endi Dubayda ishlaymiz anchadan beri. Qanchadan beri ishlaysiz? Qancha bo'ldi kelganingiz? Kelganimga 5 yil bo'ldi. O'zi faoliyatimiz, firmamiz 6-7 yildan beri ishlaydi. Shu nima xizmatlar ko'rsatasiz turistlarga? Vatandoshlarimizga Dubayda hamma xizmatlar bor. Ko'pchilik shu tayyor ekskursiyalar oladi yoki mashinalar arendaga oladiganlar bor. Ha. Qimmat mashinalarni, sport mashinalarini hadayman deb niyat qo'yganlar so'raydi. Geliklarni, Lambo, Ferrari shunaqa mashinalar so'rashadi. Ekonom mashinalar ham bor. Ko'pchilik o'zbeklarimiz bunaqa karnival, Sidoni shunaqa so'raydi. Yoki Kabi, San'ati shunaqa arzonchi mashinalarimiz ham ko'p. Bitta ekonom klass narxini aytaylik, necha pul bo'ladi aka? Primерно 50-60 dollardan Ekonom klassika. mashinasiga qarab O'zimizni pasport va pravaga beraverasizmi? Ha, O'zbekistonning pravasi, O'zbekistonning Shunaqa pasporti masala yo'q, bo'ldi. Mana qolganlari endi bularning narxi o'zgarib turadi. Ana shunaqa orzungiz bo'ladi, masalan, Lambo minaman, Porsche minaman, Mercedes minaman deydigan. Menda ham qachonlardir bo'lgan. Masalan, men 911 da yaxshi ko'raman. Bunda sal komfort bor. Bu taxta mishiqda tavsiya qilmayman minishni. Na komfort bor, na boshqa narsa bor. Hozirgi paytga kelib, avvallari shu orzularni ushaltirish uchun mehnat qilganmiz, pul topganmiz va bu orzular ushalgandan keyin hozirgi holatda mana bu Mercedesning orqasida yurish menga zavq beradi undan ko'ra. Hozirgi holatda, lekin siz orzu qilgansiz, mehnat qilyapsiz, nimalardir uchun ishlayapsiz. Bularda bir minish kerak, zavqini olish kerak, pedal tepish kerak, jarrillatib. Mana shu sharoitni sizga xohlasangiz mana Urus aka yaratib berar ekan. Shaharda qaysi birini minamiz? Mana 2025 yangi model, shuni bitta ko'ringchi. Dubayda bir minib ko'ramiz bo'lmasam bunisini. Menga qiziq. Hop. Bularda bir aytganimdek orzular bo'lgan paytda minganmiz. Bir shaharda Dubayga mos mashinada aylanamiz bo'lmasam, bir qator aka bilan ko'ramiz. Aka, menga bir nomer berasiz. Yurtdoshlarimiz siz oldingizga kelganda Bo'ldi, shu nomerimni, kontaktim, Telegram, WhatsApp yozib qo'yamiz. Aytaman. Telegram'i bo'lsin, WhatsApp'i bo'lsin. Aeroportdan kelayotganda ish bera olasiz mashinasini. Aeroportga chiqib kutib olamiz, mashinani olib borib topshirishimiz mumkin yoki gazitsalarga olib borib berishimiz mumkin. Shu agar 3-4 kishi ko'proq bolalar bo'lsangiz, karnival olishingiz kerak bo'ladi. Kelib o'zi aslida rentkar olgan ma'qul. Taksi Dubayda ancha bir kunlik rentkarini taksini o'zi chachib qo'yadi bir marta chiqqaningizda. Masalan, ko'pchilik bo'lsangiz karnival yoki orzungiz bo'lsa 3-4 ta bola olsangiz, shu 1000 dollar atrofida chiqadi shular. Ha, 1000 dollar, 700-800 dollarga ham bor. Ko'tarib Yiliga qarab o'zgaradi. 3-4 ta o'rtoq orzungizni ushaltirmoqchi bo'lsangiz, mana shu birortasini olib yursangiz bo'ladi. Mana shunaqangi ishlar qilayotgan do'stlarimizdan faxrlanamiz. Aka, Alloh ishingizga baraka bersin. Nomeringizni yozib qo'yaman. Hammaga kerak bo'lgan bo'lasiz. Dubayga safarlar kundan kunga ko'payyapti. Hamma yurtdoshlarimiz kelishyapti. Sog' bo'ling aka, xursandman. Yashang.